Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar. Mana bugun muborak Ramazonimizda Arafa kunlarida So'x tumani Hazrati Ali mahalla fuqarolar yig'inida Saxovati mahalliy Hazrati Ali jamg'armasiga kelib tushgan mablag'lardan, ovqat mahsulotlaridan mahallamizdagi faxriylar, hoji ota, hoji onalar hamda kam ta'min og'ir ahvolga tushib qolgan aholi qatlami Farruq onaxonlarimizni ularning holidan xabar olib bugun duoyi fotihalar oldi. Albatta bu Ramazon oyi rahmat mag'firat oyi. Ertaga Xudo xolasa bo'lib o'tadigan muborak Ramazon hayiti bayrami bilan barcha yurtdoshlarimizni, qolaversa butun musulmon ahlini tabriklayman. Ushbu tabarruk onaxonimizni marhum turmush o'rtog'i Dodoxon Dodoqoziyev Rishtonda rais balkom vazifasida ishlab shu So'x xalqiga, umuman shu vodiyga xizmati tekkan insonni shu jufta halollari bo'ladi. Bu kishi mana o'zi qarab turibsiz. Raisni mana nimalari 95 yoshga kirgan. Chamada romadeda ham. Nadi payma vaykasi. Nadi payma birasi. شمهایمان سولوی من رمضان کوی بسیار بسیار به همه خودون خدا رسول جهمونی که همین جامعه ساختیه اما خودم بخشایش کردیه سال دیگه با همین روزا و خدا رسانه رمضانای بسیار بسیار برسانه رمضانای بسیار بینم همه خودتان خدا حجکا برسانه Bu hoji bobomiz oldinlari shu Hazrati Ali mahalla fuqarolar yig'iniga rais bo'lib ishlagan. Ramazon hayit bayramiga tabriklayapmiz. Xushaloq bayramlar bilan. So'z. Assalomu alaykum nozir. Bayram o'tib ketdi nozir. Hammamiz belga kiradi. Kamushadan. Kamushadan she'rni. حالا همه روزکوی نه روزکوی عید رمضان دیگرش برساند سالکوی نبی به موفقیت شود همه یکت به عمر دراز رزق فراخ و اومدی کردن Hojona ina kam bo'lsa-ham qolmaydi she'rini sho'rga bizni bir 40 ga yaqin hamshiralar, vrachlar xizmat qilyapti. Shularni ishlarini oldinlari bitta o'zlari bajargan. Er-xotin. Ramazon Xolmajin akam. رحمت شاد مرتبه بولو شود دستاتون بولو شد دایم خلق خدمت که من باید حتی پنسکه چقب Kam bo'lsa-ham she'rini. Idu kati, ama she'rini aka kam bo'lsa-ham qiribda qolmaydi.